Tasavvur qil, bir cho'ponni huzuriga bording. Uni iti birdaniga kelib senga yopishdi. Sen it bilan talashadigan bo'lsang, u yog'ingdan tishlaydi, bu yog'ingdan tishlaydi. It bilan teng kelganing qoladi xolos. Lekin cho'ponga yuzlansang, u bitta ishora bilan itni jim qilish mumkin. Sen bolam, bu hayotda Alloh taoloning yerdagi itlari bilan talashib tortishma. Butun diqqatingni cho'ponga, ya'ni Xudoy taologa qaratgin. Unga yuzlan, jami boshingga kelajak sinovlarni, senga yopishajak itlarni tek qo'yadi.